Bugun sayyor sud majlislarining ahamiyati sud zallarida o'tkazilayotgan muhokamalardan zarra farq qilmaydi. Undagi tartib taomil ham qat'iy normalarga tayanadi. Qolaversa sayyor sudlar ma'lum ma'noda huquqiy dars ham hisoblanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tumani sudining tuman ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan sayyor sud majlisi xususida ham shunday deyish mumkin. To'g'ri o'tadimi jarayonni? To'g'ri o'tadi. Intizomiy jazoyingiz bormi? Sud muhokamasida muqaddam sodir etgan jinoiy qilmishi uchun javobgarlikka tortilgan, ayni damda nazoratda turib jazo o'tab kelayotgan bir guruh mahkumlarni muddatidan avval ozod qilish yuzasidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Bugungi kunda O'zbekistonda, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlari yagona bir tamoyil asosida, ya'ni inson qadri aziz degan tamoyil asosida olib borilmoqda. Shu jumladan bugun Yakkabog' tuman sudi tomonidan yo'lidan adashib qolgan, jinoyat yo'liga kirib qolgan mahkumlarga oid bir nechta materiallar ko'rib chiqildi. 10 nafar mahkumlardan 8 nafari mehnatga halol munosabatda bo'lgani, jazoni o'tash shartlariga amal qilgani, o'zini yaxshi tomondan, ijobiy tomondan ko'rsatgani asos qilib olindi hamda ularni jazolari muddatdan ilgari shartli ozod qilish haqida sud tomonidan xulosaga kelindi. Muhokamalar jarayonida mahkumlarning intizomi, jazoga munosabati va qilmishidan pushaymonligi alohida e'tiborga olindi. Nazorat qiluvchi organning mahkumlarga nisbatan bildirgan xulosalari asosida yakuniy ajrim e'lon qilindi. Qayg'udaman o'zimni qilib qo'ygan ishimdan. Shu prezidentimizga, davlatimizga, xalqimizdan minnatdorman. Pensiya yoshiga yetganimizdan birdaniga chaqirib turib bizlarni jazodan ozod qilib yubordi. Afsuski tayinlangan jazoni turli bahonalar bilan o'tashdan bo'yin tovlash bilan bog'liq holatlardan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Maqsad qonun ustuvorligini ta'minlash ekan, imkoniyatni imtiyoz deb noto'g'ri tushunish oqibati jazoning og'irlashishiga sabab bo'lishi mumkinligi mazkur sud jarayonida o'z isbotini topib, 2 nafar mahkumning jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Sudlar tomonidan mehnatga halol munosabatda bo'lgan mahkumlarni muddatidan ilgari jazodan ozod bo'lishi kabi ishlarni sayyor tarzda ko'rilishi fuqarolar ongida qonunlarga bo'lgan hurmat ruhini shakllantirishda va ularning ushbu qonun qoidalariga rioya qilib yashashida muhim rol o'ynaydi. O'ylaymizki, bu jarayonlar fuqarolarimizning sud idoralariga ishonchlarini mustahkamlashga xizmat qiladi hamda ularni yanada hushyorlikka chorlaydi.